Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xonadonlaringizga fayz baraka, o'zlaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab, bugun 2026-yil 27-aprel ekan. Video qilmaganingizga ham ancha bo'lib ketdi. Shuning uchun bir video qilaylik dedik. Chuvalchang boqayotgan bu birinchi joyimiz mana. Bu yerda ham 100 kvadratdan oshiq chuvalchang boqyapmiz. Bu yerda biyagimizlarni sotib tugatdik mana. Bu yerda biyagimiz qolmadi. 1, 2, 3, 4, 5 ta biya reaktor bor ekan. Bularni hammasida mana chuvalchanglar boqilyapti. Bu yer salqin joylar, mana daraxtlar tagida. Juda zo'r joylar mana. Bu yerda biyagimiz qolmadi. Faqat chuvalchang. Bu chuvalchang boqayotgan ikkinchi joyimiz. Bu yerda ham 100 kvadrat chuvalchangimiz bor. Bu yerda ham biyagimiz qolmadi. Faqat chuvalchang qoldi mana. Mana go'nglarni olib kelib qo'yganmiz. Bularni mana solib turamiz endi bo'lishiga. Ikkinchi joyimiz. Bu chuvalchang boqayotgan uchinchi joyimiz. Bu yerda ham 300 kvadratdan oshiqroq chuvalchang bor. Mana biyagimizlar bor, tayyori bor. Buni elaymiz mana. Xudo xolisa sotamiz. Mana bu yerda elayapmiz. Mana bu setkada elayapmiz. Mana bu biyagimizlar mana, endi bu biyagimizlar mana. Juda zo'r ahvol. Holati juda yaxshi. Bu elayotgan setkamiz. Tayyor biyagimiz. Bu biya reaktorimiz mana tayyor bo'ldi. Uzuni 25 metr, yani 2 metr shu yerdan toshib mana elayapmiz. Yetti 8 so'mni chiqib qolsa kerak bu yerdan ham. Shu qoldi xolos biyagimizimiz. Bu chegadagi tayyor. Mana bunisi biya reaktor ham tayyor. Bularni ham toshib elaymiz, buni ham toshib elaymiz, buni ham mana tayyor. Bu ham tayyor chuvalchanglari bilan. Bu ham tayyor bo'ldi, buni ham elaymiz. Mana bu go'nglar bekka ham olib kelib qo'yganmiz zapas. Bularni solamiz keyin.
Mana bu yerda ham tayyor. 3 tonna bu yerda buyagimiz chiqib qolsa kerak bu yerdan. Bu ham tayyor. Namligi bor ekan, namligi qurisa, Xudo xolasa bu yerda ham sotamiz. Mana urug'chilik do'koniga 300 kilo buyagimiz olib keldik. Shu yerga ham so'raganlarga yetkazib berib turibmiz. Bu yerdan ham yaxshi sotilyapti mana. Abdug'offorning do'koni.